Telegramdan 62 million pulimni o'g'irlab qo'yishdi deb mana mana telefonni olib kelishdi bugun bizga. Mana qaranglar. Assalomu alaykum. Siz bilan Davlat xavfsizlik xizmati mayori aloqaga chiqyapti deb turib, mana bunaqa vizif qilishgan, video vizifdan formali odam ruscha gapirib aloqaga chiqqan. Oke, yaxshi tushunmaganlar. Keyin mana bunaqa link yuboryapti. Ustiga bitta bossalar, mana bunaqa rasmdagi programmani o'rnatib qo'yapti. U programma butun boshli sensorlarni ishlatmay qo'ygan okani, mana programma qaranglar. Udalit ham qilisha olmabdi, bankka ham borganlar, kiber xavfsizlikka ham boribdilar, telefoningizni polniy tozalatib, diagnostik qildirib yuboring deyishdi mana. Udalitni bossa ham udalit bo'lmaydi, informatsiyasiga kirsa otib yuboradi. Hech qanaqasiga buni to'xtatib bo'lmayapti. Agar hozir internet yoqib bo'lganda yana nimadirlar qilayotgan bo'lishi mumkin edi. Oke, o'rnatishlari bilan bu narsani o'zi avtomatik o'rnatilishi bilan to'g'rirog'i sensor rumdan ishlatmay qo'ygan, ekranni qop-qorong qilib, xohlagan ishini qilgan, 62 million jami pulni shotlardan yechib olgan. Qaranglar. Blokka solamiz telefonni, mana. Qayta yoqishni bosamiz, mana o'chirib qo'yadi. Xuddi mana shunaqa ish bo'lgan. Hozir agar internet yoqib bo'lsa, bundan ham battar holat bo'lgan bo'lardi. Qaranglar akalar, sizlarga xavfsizlik xodimlari yoki ichki ishlar xodimlari hech qachon Telegramdan video vizit qilib turib aloqaga chiqmaydi. Shu narsadan soddalik qilib aldanib qolmanglar. Shu va shunga o'xshash muammolar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Hammani ogoh qilib, ogohlikka chaqirib, bu videoni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.